جدد حياة القلب بالقرآن. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar beradi. Isro surasi 9-oyat. Qur'on o'qishdagi umum maqsadlardan biri bo'lsa, yaxshi odam bo'lish. Yaxshi odam Rabbiga va mavjudotlarga cho'nqur hurmat, muhabbat va mas'uliyat his qilgan kishi. Qur'on bizga yaratquchimizning kimligini, insonlarning qimmatini va ularga qarshi mas'uliyatimizning nima ekanligini o'rgatadi. Bularni chiqish qilganimizda Qur'on o'qish, bilishga, angliq bo'lish va axloqli bir shaxs bo'lishga tirishish deganliklarni ko'rsatadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu soatlik darsimizda yangi bir dars bo'lmaydi. İlgirki o'tilgan darslarni, temalarni mashq qilib o'tamiz. Biz harflarni tanishni o'rganib bo'lgan tursak, yana nimishqa takror qilamiz, mashq qilamiz desanglar, kalimalarningki ichida farqli kelish shakllarini harflarningki texnik puxta egallab olishimiz uchun mashqlar to'liq zarur. Undan boshqa mashqlarni Qur'onningki kalimalaridan tanlanadi mashq qilgan vaqtimizda. Onun sababi bo'lsa, Qur'on o'qiydigan bo'lg'achqa biz Qur'on o'qigan vaqtimizda shu kalimalar uchursa, texnik muravan va to'g'ri o'qiy olishimiz uchun oldin yana hozirlik bosqichi bo'lgan bo'ladi mashq bosqichimiz. Undan boshqa yana eskartadiganim ba'zi harflarni biz oldingi soat darslarda farqli ranglarda bo'yag'andik. Masalan, zal, miyadkasa, qof, cho'ng qilgan harflar, g'ayn degandek, bod, sod degandek harflarni farqli ranglarda bo'yag'andik. Bu saatlik darsimizda farqli ranglarda bo'lmaydi. Buning sababi bo'lsa, har vaqt bizning oldimizga farqli ranglarda chiqmaydi harflar. Shunlashqa o'qigan vaqtinglarda menga agishib bu harflarningki, bunda harflar deb buni esinglarga elib oldingi saatlik darslarni bir xotirlab turib o'qishinglarni umid qilaman. Bu mashqni bu shaklda davomlashtiramiz. Aldı bilan men bir harfni harf o'qiyman. Harf o'qigan vaqtimda ikki harf oralig'ida ma'lum oraliq qo'yib qo'yma, bu oraliqda sizlar men o'qib bergan, talaffuz qilib bergan harfni bir qitim o'lik ovozda menga o'xshash talaffuz qilishinglarni so'rayman. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, hamza, lam, alif, hamza, ya, hamza, mim, nun, nun, sin, hamza, fa, qaf, dal, nun, ba, zal, fa, ghayn, waw, ya, ba, ra, za. Aldımı uçurgan mesele bu qalsa, şu vaqtda eskartib o'tay. Masalan, ra harfini talaffuz qilgan vaqtimizda tilimizni titirtamiz, ammo titratganda faqat bir qitimla ra deb titirtamiz. Ra deb titirtish xato. Ra deb titirtamiz. Sa, mim, ra, shin, jim, ra, sin,
ح را ح جیم را صاد ب را جیم ث ي ألف يا شين كاف را يا نون فا قاف ضاد ح يا طا لام قاف لام ظا يا يا تا لام واو فا خا ألف را فا لام قاف ها لام كاف ميم لام كاف همزة واو فا واو ألف. Bu yerda ikki dona alif bor. Nimishqa birini hamza, birini alif deb o'qidingiz desanglar, oldidagi bu alif bo'lsa hamza, chunki buning ustida fatha va hamza bor. Buning o'qilishi awfu deb o'qiladi. Keyindagi alif bo'lsa bu mad uchun qo'yilgan alif. Awfu, ya'ni so'zliqning oxirini bu mad alifi, ammo oldidagi aw, ya'ni a deb o'qildi. Buning ustida fatha bor, ya'ni tovush belgilaridan fatha bor. Oldingi soatlik darslarimizda nima degandik? Alifning ustiga tovush belgilari yoki hamza qo'yilgan vaqtida buni biz hamza o'qiymiz degandik. Shunglashqa bu o'qilishi awfu te. Shunga buni hamza deb o'qiymiz. Qof ta لام تا نون فا ذال يا نون با غين يا غين ضاد
با لام ألف تا يا نون ألف يا با صاد را واو نون همزة لام يا ميم. Bu yerda o'xshashlar alifning ustida hamza va fatha bor. Shunlashib buni hamza deb o'qidik. Ta hamza vav ya lam alif. Bu yerdagi alifni nemishqa hamza deb o'qidik desanglar, bu yerda mo alifning ustida hamza va sakin bor. Agar hamza bo'lmagan bo'lsa va sakin bo'lmagan bo'lsa, tavila deb o'qiydik. Buning o'qilishi bo'lsa ta'vila sakin qo'yiladi va hamza bo'lganligi uchun shunglashqa hamza deb o'qidik. Dal واو نون قاف دال حاء ألف ذال لام كاف يا ذال كاف را ضاد يا را سين لام زا نون يا ميم يا زا كاف يا ميم واو عين دال واو دال عين كاف. Bu saatlik dersimiz bu yerda oxirlashadi. O'rganuvchi qarindoshlarningki yaxshi takror qilishini umid qilish bilan birga xush muborak Ramazon yetib keldi deyman. Ey Parvardigorimiz, Qur'on Karim yetib keldi. Qur'on bilan uchrashish vaqtimiz keldi. Qur'on bilan uchrashishimizni biz uchun huzurliq va ko'ngilli qil. Bizni Qur'on o'qish, o'rganish va o'rgatish yo'lidagi tirishchanliklarimizda muvaffaqiyatga erishtir. Bizni Qur'onning abadiy do'stlaridan biriga aylantirgin. Amin. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من